Assalomu alaykum chorvachi obunachilari. Bugun haftaning juma kuni Sirdaryo viloyati. Assalomu alaykum chorvachi obunachilari. Bugun haftaning juma kuni 9-yanvar 2026-yil. Sirdaryo viloyati juma bozorida efir. Sizlarni narxlar bilan tanishtirib o'tamiz mana. Buqacha ekan. Aka necha pul qildingiz buni? Mana. Mana buqachalar. Bu urg'ochi ekan janob. Mana. Neç pul davası aka buna? Bunu 9,5 so'radim. Bozor neç pul qilyapti? 87, 88 qilishayotgan ekan mana. Buni savdo bo'layotgan ekan. Aka neç pul qilyapsiz? 75 so'rayapman. 7,5 million savdo qilishayotgan ekan mana mana shu xonajinni. Ko'rishinglar mumkin, obunachilar. Sekret savdo bo'lsa hammasini bir joyda olib qo'ying. Assalomu alaykum. Habibullo aka bilan necha puldan ekan? 9dan ham bor, 8dan ham bor. Bozor necha pul qildi bularni? Bozor necha pul qildi? 74, 7,5 qildi bularni. Mana. Hurmatli obunachilar. Habibullo aka telefon nomeringizni aytib o'tib ketasizmi? Telefon nomeringizni aytib o'tib ketasiz. 99lik. Aha. 301 301 75 75 85. 85. Bir hafta javob beraman aka, Bir haftaga mana akam javob berar ekanlar. Bemalol aloqaga chiqaveringlar mana. 4-5 oylik unajillar 8 dan kami bor deyaptilar. Maylik kam bo'ladi. Yo'q, maylik kam. Aka necha pul ekan unajillar? 8 million 200 ga mana oqqa ma'milisini 9 qilishayotgan ekan mana. Yana qaytarib o'taman Sirdaryo viloyati Juma mol bozoridan efir beryapman mana. Tursunboy aka, to'g'riga to'g'ri yuring. Necha pul qilyapsiz aka? Necha pul? 8 million qilishayotgan ekan mana hurmatli obunachilar. Mashhur xonajinimizda 8 million. Mana bular ham Ma'qul kelsa bering mana. Aka bering, 78 bo'ldi, rozi bo'laman. Rozi bo'lsangiz hozir. Ma'qul kelsa. necha pul qildingiz? 78. Ma'qul kelsa bering. 8 qilishibdi mana. 7,8 ming so'm. 7,800. Aka rozi bo'lsangiz hozir qol baraka qoldi. 8,5 bo'ldi qol. 8,5 bo'ldi. Qo'ying, 8,5 bo'ldi. 8,5 qaqab bor. 8,5 bo'ldi.
Olaver 200 ga qo'y. Mana men buzoqchalar savdo bo'layotgan ekan. Aytgan ekan bular deyman. Ey 200 ga olaver bo'ldi. Ben dadasini. Oldu baraka bo'ldi. Shuhratga qaysi bo'ldi? Shuhratga. Aziga qaysi bo'ldi? Mana sariqmi? Qaysi biri bo'ldi aka? Ma'mami? Bu. Nech pul bo'ldi? Shuhratga 200 puli bor. 10 million 800. bir joyda bo'ldi. Ha, 23 million bo'ldi. Mana. Bu addenda 23 million bo'ldi. 10 million 800. Shuni otol. Mana hurmatli obunachilar, shu savdosi pishdi hozir. Mana ko'rishingiz mumkin. Aziz, video olmadi, alo parodalarni. Mana parodalarni. Ha, ol. Mana obunachilar, nomer aytib ketasizmi? Yo'q, kerak emas. Mana shu akam uchun bitta like bosinglar, bitta like bosinglar. Yaxshi bo'ladi. Sotmadim deymanda shuni olib ketaman. Mana shu g'unajillar. Hurmatli obunachilar. 10 million 300 ga 12 million 12,5 million bo'ldi deyishdi shekil. Mana. Ber dostonga bergan, to'rtta hadisasan. Hurmatli obunachilar, xafa bo'lmaysizlar. Telefon nomerligini olib bera olmayapman. Bo'ttigilar uyalishar ekan, aytishga ko'pchilik. Xafa bo'lmaysizlar shunga. Mana kichkina buqachalar. Qora sotilibdi shekil, mana hozir narxini. 9,5 qilyapti. Mana shu buqani 9,5 qilishayotgan ekan, bermayotgan ekan. Mana bo'yini bilsanglar ham bo'ladi o'sh. Gide 60 santimetrlar chiqsa kerak, 70 mi? Mana. Kichkina buqachalar. Shuncha turib ko'rdim. Mol maraka. Voy Mirsayit aka. Habetgacha o'tirmaylik, sotishga emas, aka o'zi olib ketadi. Sotishga bo'lganda 9 million so'radi. Sotishgami? Ha, moqaman. Nech pul qildingiz aka? 200 kam bo'ldi. 200 ming kam 10 million qilishibdi mana shu g'unajilni. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu yoqqa mana sigir bozor. Bo'ldimi? Mana sigir 17 million bo'pti. Bo'g'oz aka. Bo'g'oz. Aka necha oylik? 6-7 oylik bo'lib qopti mana. Xo'p. Qo'ldan kelgancha lafqa qildik. Hammanglarga ketkizgan vaqtingizga rahmat. Uzr so'rayman, rozi bo'linglar. Xudo xolisa keyingi safar bundan ham o'ta go'zal videolar ishlashga harakat qilamiz. Bugun sharoit shunaqa bo'lib qoldi, ozgina shamollab tomoli og'rib turdi, o'shanga tez video qilib ketyapman. Ming bor uzr. Xayr, salomat bo'linglar.